4-avgust O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashkil topgan kun. Bugun yurtimiz xavfsizligi, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xodimlarining kasb bayrami nishonlanmoqda. Milliy gvardiya safida xizmat qilayotgan har bir fidoyi xodimning mashaqqatli mehnati, yuksak mas'uliyati va vatanga sadoqati yurtimiz ravnaqi hamda fuqarolarimizning tinch va farovon hayoti uchun mustahkam tayanch bo'lib xizmat qilmoqda. Sizlarning jasoratingiz, matonatingiz va burchga sadoqatingiz har bir yurtdoshimiz qalbida cheksiz hurmat va e'tirof uyg'otadi. Angren shahar axborot kutubxona markazi jamoasi siz aziz Milliy gvardiya xodimlarini kasb bayramingiz bilan chin qalbdan muborakbod etadi.